yopilishlari. Xudo xolasa, mana bugun 10-may, bayramni ham o'tkazdik. Mana Tuvayda meva qilib turgan makako degan o'zimiz chaynatadigan bodamimiz. Buni ko'paytiramiz xudo xolasa. Mana yana bir boshqa sorti bor. Mandarinlarimiz, apelsinlarimiz xudo xolasa meva qilyapti. Meva tuyib boshladi. Limon juda chiroyli holatda. Apelsinlarimiz ham bu tomonlarimiz bo'shadi endi. Chirinni to'kamiz. Chirinni keyingi yilga zakatobga bo'ladi. Xudo xolasa o'zimiz uchun dikki vinograt ekib qo'yganmiz. Xudo xolasa yozi bilan mana shu yerda bekitib yuboradi soya uchun. Mana bugun endi avatar ko'chatimizni Nukusga, Orolga mana shu o'z qo'lim bilan olib borib beraman degan bir va'dam bor edi. Avatar ko'chatni olib ketamiz. Yiqilib qopti mana bittasi. O'sish darajasi juda ham yuqori bor. Mana kuniga harakatda, kuniga o'syapti bu. O'sishi zo'r. Avatarlarimiz avji juda ham bir chiroyli holatda mana o'sishi bor. Odam bir mazza qilib yuboradigan darajada. Avatarlarimiz ham oz qolgan. Qolgan sortlarimiz kuzga tayyor bo'ladi xudo xolasa. Manicure Finger, Lamborghini hammasidan kuzga tayyor bo'ladi. Hozir o'zimiz uchun ham payvand qilib qo'yganlarimiz bor. Bularimiz hammasi avatar. O'sish darajasi ham zo'r ketyapti. Juda ham yaxshi holatda. Xudo xolasa buni ham ko'rsatamiz keyingi seriyalarimizda. Bo'pti, sog' bo'linglar.